BYD avtomobilini xarid qilingandan so'ng har bir xaridorning savoli qachon texobslujeniyadan o'tish kerak. Gibrid avtomobillarni xarid qilingan xaridorlarimizga birinchi bo'lib 3,5 ming kilometr masofa bosilgandan so'ng texobslujeniyadan o'tish kerak bo'ladi. Elektr avtomobilini xarid qilingan xaridorlarimiz tomonidan 10 ming kilometr masofa bosib o'tganlaridan so'ng texobslujeniyadan o'tgan bo'lishlari kerak bo'ladi. Gibrid avtomobilini birinchi texobslujeniyasida DVS motorda moya almashtiriladi hamda filtrlari ko'rikdan o'tkaziladi. Elektr avtomobilini xarid qilingan xaridorlarimizga birinchi texobslujeniyada 10 ming kilometrdan so'ng reduktor moyini almashtirish kerak bo'ladi. Har bir xaridorlarimizga mana shunday tex knishka taqdim qilinadi. Servisimizning telefon raqamlari yozilgan bo'ladi. Qo'ng'iroq qilib, o'zingizga yaqin bo'lgan A-bozor servislarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi.